Salom, men Said, endokrinologman va hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan kuchli sirni siz bilan baham ko'rmoqchiman. Diabetes sog'ligingiz va farovonligingizni qanday o'zgartirishi mumkinligini bilishga tayyor bo'ling. O'zingizni diabetning zaiflashuvchi asoratlaridan doimiy qo'rquvdan xalos bo'lganingizni tasavvur qiling. Diabetes yordamida siz hech qachon o'ylamagan erkinlikka erisha olasiz. Bu shunchaki noaniq umid emas, bu sizning qo'lingizda bo'lgan haqiqatdir. Yillar davomida men diabetes hayotni ajoyib tarzda o'zgartirganini ko'rdim. Bu shunchaki boshqa qo'shimcha emas, bu haqiqiy natijalarni taqdim etish uchun mo'ljallangan to'liq yechim. O'zingizni yangilangan energiya, surunkali charchoq yo'qligi yoki diabet tomonidan qo'yilgan cheklovlar bilan tasavvur qiling. Ammo bu yerda muhim nuqta bor. Bozorda juda ko'p taqlidlar mavjud bo'lsa, siz haqiqiy mahsulotni olishingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Axir sizning sog'ligingiz xavf ostida bo'lishi kerak bo'lgan narsa emas. Asl diabetes faqat rasmiy veb-saytda mavjud bo'lib, u yerda ham maxsus chegirma mavjud. Sizga yordam berish uchun men ushbu video tavsifida havolani qoldirdim. Sog'lom hayot kechirish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Diabetes yordamida siz nihoyat sog'ligingizni nazorat qilishingiz va cheklovlarsiz yashashingiz mumkin. Quyidagi havolani bosing va imkoniyatlarga to'la yaxshiroq kelajak sari birinchi qadamni tashlang. Salomatligingiz va baxtingiz sizni kutmoqda. Harakat qilish va hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirish vaqti keldi. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat va bu video sizga yordam berdi deb umid qilaman. Agar sizda biron bir savol bo'lsa, ularni sharhlarda qoldiring. Men yordam berishdan xursand bo'laman.